Demek, AutoCAD web versiyasini sozladik, ishga tushirdik. Endi dastlabki chizma loyihasini faylni ochamiz. Buning uchun sozdать чертеж. Bunda mana birinchi proyekt fayl ochildi. Ishni qatlamlarni sozlashdan boshlaymiz. AutoCAD dasturida yaxshi imkoniyatlardan biri qatlamlar bilan ishlash mumkin. Har qatlamning o'zining xususiyatlarini boshqarish mumkin. Bu degani, misol uchun kattaroq proyekt ishlaganda ularni bo'laklarga, ya'ni qatlamlarga bo'lib, har bir qatlamning o'zining xususiyatlarini alohida sozlab ishlatish mumkin. Bizning ishimizda masalan bir uyning chizma proyektini ishlash mobaynida bir nechta qatlamlardan foydalanamiz. Misol uchun uyni o'qlari, devorlarda o'tuvchi yuk ko'taruvchi devorlarni o'qlarini chizishda bir qatlam yaratamiz. Devorlar ikkinchi qatlam, misol uchun undan keyingi oyna eshiklar 3-4 qatlamlar va hokazo. Har bir ishni alohida qatlamga joylashtirib chiqish mumkin. Bu misol uchun rang xususiyatini ajratib ko'rsatishda, ekrandan taqdim qilishda qulayliklari bo'ladi. Birinchi qatlamni yarataman. Bunda masalan birinchi qatlamni o'qlar deyman. O'qlar qatlami yaratildi. Endi uni xususiyatlarini o'zgartirishim mumkin. Yuqorida свойства menusida shu o'qlar qatlamini xususiyatlarini o'zgartirishim mumkin. Bunda rangni berishim mumkin. Ranglar masalan yashil bo'lsin. Chiziq turi dedi. Chiziq turida ma'ruzada o'tganmiz chiziq turlarini, unda o'qlarga xos chiziq turi ACAD ISO 10W100 degan chiziq turi bor. Bu shtrik punktir chizig'i ko'rinishidagi. Shuni belgilash mumkin. Masshtabi bu boshqa tarafini deyish hozircha shart emas. Bizlarga faqat shu ikkitasi yetadi.